Minecraft'ning juda eski 0.4.0 versiyasida bugun 100 kun survival qilamiz va survival davomida oq ko'zli Steve'ni qidirib ko'ramiz. Word yaratamiz. Word nomini oq ko'zli Steve'ni izlab 100 kun deb qo'yamiz. Mana biz spam bo'ldik. Grafikani qarashinglar mumkin. Juda boshqacha, sezilarli darajada Minecraft boshqacha bo'lgan ekan oldinda. Bu yer world juda katta. Mol bor ekan bolalar. Bu sizlar o'ynayotgan Minecraft'dagi mollarning ota-bobolarini, otasini, bobosini, dadasini, otasini, bobosini, dadasini. Bolalar, obunachilar, sizlarga kattakon rahmat. Kanalimizda 50 ta obunachi bo'ldi va endi 100 ga harakat qilamiz. Va bolalar, kanalimga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Cho'chqa ham bor ekan va videoni boshlaymiz. Hamma qilgan daraxt chopishdan boshlaymiz. Oq ko'zli Steven beriladi. Вообще boshqalar. Mana bersak, oldin ham shunaqa bo'lgan ekan, hozir ham shunaqa. Sal o'zgarish bor lekin. Mana men o'zimga bolta va kirka yasab oldim. Endi bu mollarni qiramiz bu yerda. Mol menga nima kerak? To'xtanglar. Yo'q, bu yerda men qornim och qolmay ekan, bolalar buni qaranglar. Faqat jonim ketishi mumkin. Bu daraxtni ham olib ketamiz. Masha o'zi yo'q. Benim canım bana toleramam. Bilmeyin. Şimdi işleri. Yo ama yo. Ne bileyim. Ne? Yo buna bola survarni boshlashimizdan ham buglar bo'lishni boshlayapti. Juda g'alati bu Minecraft. Mana o'tamiz. Rom go'shti ham yuzam romdan. Ana oq go'shti ham ko'rinmaydi. Bola balki o'zimdirman shu oq go'shti. Ko'zini ko'rsatmayapman. Şu moldan shunaqa o'zilyapti. Qanaqa o'zlashyapti? Yo'q, shuni aytasinlar. Namoz qilam. Bola, ishnaman. 3 volt telefonni. Tosh olamiz. Mashinadan chiqamiz. Shu bola temir topdim. Temir urkiga o'ta ishimni olib bilmaydi. Shu kechqurun bo'lib ketdi. Shu paytdan o'sha paytlar ham zombi. Mana bolalar, sizlar o'ynab yurgan Minecraft'dagi zombilarni ota-bobolari bor. Bobolarni otasini, bobosini, dadasini nimadir bo'lganda. Baklar. Ana. Zombidan patishdim. O'sha payt sniper o'ynagan. Harom. Orqadan g'ilazorlar. Zombidan pat tushadigan bolalar o'ldi. Zombidan pat tushgan qanday fizika spechka qo'yamiz.
Creeper'dan boğulsa yana. Amma. Bля, ikkita bildi. Yo. Bu raketami nimani o'lsin? Niye emas? Niye sen jonim istamasın? Yo'q edi. Ya, girgan tajabas. Tfu. O mana. Bu ertalab yotdi. Yo'qman. Chiyib. Ay. Ah! Bola. Ichib qo'ydik-ku, biladi. Yo, mana narsalarni shunday bitta joyga turgan, sochilib ketmagan ekan, juda yaxshi. Demak, bir kunni o'tkazib oldik. Birinchi kundayoq o'ldim. O'sish bor lekin o'sish. Keyin esa men shakar qamish ko'p qo'ydim va o'sha payt ham bo'lgan va o'sizgacha bo'ldim ham. Keyin esa men bu yerlarni aylanib ko'zdan kechirishni boshladim. Keyin esa bola kesisha boshladi va men yer ostiga qazib ketishga qaror qildim. Men bedroqgacha qazib bordim va oltin topib oldim. Keyin esa almas qidirmoqchi bo'ldim. Ataman to'xtam. Bola, yo'q endi nima bo'ldi? To'xtanglar-da. Yo'q, bola uni qaralar. Qaraymi nima deydilar? Shunaqa narsalar bor ekan bu yerda. Umuman g'or yo'q. O'zim qozib kelgan joylarimni ko'ryapman. Tamom. Va nihoyat shuncha mehnatdan keyin o'sha g'ordan chiqsam, qo'li ham qorong'i ekan. Zombilar va skeletlar kelishni boshladi. Jonimni to'ldirib o'cha boshladim. Yo'q. Yo'ldan chiqqanini qilib ketyapman bola. Bu yo'ldan ham kelyapti. Nima? Ertalab ham bo'lmay ketdi bola. Uy qurishim kerak. Va nihoyat ertalab ham bo'ldi. Endi esa mana shu yerdan uy qurishni boshlayman. Juda zo'r joy menimcha. Navolla uyning birinchi etajini qurib bitirdim. Bu yerdan daraxtlarni ekib qo'yish kerak, bo'lmasini olish kerak, kerakligini o'ldirish kerak. O'rinchalik ko'payib ketdi. Qarachi uyim bo'lar, mana shunday bilan ikkinchi qavati, birinchi qavatdan nisbatan kattaroq bo'ladi. Va keyinchalik yana ikkinchi etajini qursam kattalashib ketaveradi. Bu uyni men Minecraft'ni birinchi marta o'ynagan paytim shuni qo'yib qurgandim. Loydan bo'lgan lekin bu. Ketishyapti va men kravat yasagandim va kravatga yotib bo'lmayapti. Bilmayman qanday yotar. Men hali ketishmadim. Mana bola uxladi mana endi. Mana bola ertalab bo'lyapti. Ertalab bo'lishini qaraylar, uni teridada zombilar qiynalishini ko'rib mazza qilyapman. Uyim bo'lsa mazzadan baribir bola.
Men mana bu yerlarda daraxt ekib qo'yishim kerak va daraxtim ham qolmagan. Daraxt chopishim kerak. Va bolalar kesishyapti mana. Endi uxlashga. Keyin esa men bolalar bitta narsani bilib qoldim. Bu yerda eshikning orqasidan ham blok qo'ysa bo'lagan, buni qaranglar. Eshikning orqasidan turib ham blokni buzib, ham blokni qo'yaman. Fizikali magnet bo'lgan, qaranglar. Pastdagisidan qo'yilmayapti, lekin ana bu tepadagi teshikchalardan qo'yilyapti. Ajoyib. Menga tosh qolmadi va uyimni yonidan mana shu yerdan kon qazib ketishga qaror qildim. Shuncha joyga qazib keldim. Kech tushdi va konni oldini chiroyli qilib qo'ymoqchi bo'ldim. Bunday tosh bilan qilib chiqdi. Mana endi joy ko'rinyapti. Endi esa uyga borib uxlash kerak. Ana eshik yop. Va uxla. Uxla. Klientnimi? Yo, maya bu zombi eshik oldidan uryapti. Eshik ochib itardim va zombini eshik yopdimda va uxladim. Uyimning ikkinchi qavatini qurilishini davom ettirdim. Va yana tosh tugab qoldi. Va yana o'sha qazib kelgan joyimni davom ettiraman. Bolalar, men bir necha yashagan kunlarim videoga yozilmay qolibdi. Bilmadim, video yozyapti deb o'ylagandim, yozmayotgan ekan va ko'rishinglar mumkin. Men qanday ajoyib yo'lakcha va o'zimni uyimning ikkinchi etajini ham bitirib qo'yganman. Va menga bir istakdan ko'proq toshlar ham bor. Juda ko'p toshlar bor-da. Shu yoqqa ham bir nimalar qilganimiz uzoqroqda. Bu qismi birinchi qismni o'ladi va tugaydi. Tugayapman birinchi qismini, chunki son 1,5 soatdan ko'p vaqt o'ynadim Minecraftni. Boshim og'rib ketyapti. Yuzim montaj qilishdan boshim og'riyapti. Bu kliplarni nimaga aytyapman o'zi? Qarang, xayr, ikkinchi qismi tez orada chiqadi. Aytgancha kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Iltimos, obuna bo'linglar.